Sherbek aka, Davay. kichkina fast food biznesi ochish uchun taxminan necha pullar ketadi? Kichkina fast food biznesini boshlash uchun hisoblaymiz, qani boshlaymiz. Nimalar ketadi birinchi navbatda? Birinchi navbatda hozirgi kunda freni chiqarishimiz uchun free apparatlarimiz $100 dan $300 gacha, o'rtacha $150. Yana nima olamiz? Yana hot dogimizni nonni isitish uchun tosterimiz. Tosterimiz o'rtacha $250. $250. Mana bunaqa shavarma apparatlarchi? Shavarma apparatlarimiz $200 dan $1000 gacha bo'ladi. O'rtachasi $600. $600. Yana nimalar kerak? Yana kerak bo'ladigan nержавейка idishlarimiz hamda mana bunday pichoqlarimiz uchun o'rtacha $100. Yanachi? Mayozning mana shunday issiq kunlarida mahsulotlarimizni yaxshi saqlab berish uchun xolodilnikimiz $1000 atrofida bo'ladi. $2100 bo'ldi. $2100 bilan fast food biznesini uskunalarini olsa bo'ladi. Faqat uskunalarini $2100 dan $3000 atrofigacha ketadi. Endi bu mijozimizning tanloviga qarab. Kichkina fast food biznesi boshlash uchun, masalan, ostanovkalarda, kichkina joylarda fast food biznesi boshlash uchun $3000 yetadi. Albatta, shunaqa $3000 yetarli.